قال المصنف رحمه الله Muallif rahimahulloh aytadi: Alloh sizni o'zigagina toat ibodat qilishga yo'llasin. Shuni bilingki, hanifiylik, ya'ni haqdan og'magan Ibrohim dini yolg'iz Allohgagina ibodat qilish va har bir amalni xolis Alloh uchun qilishdir. Zotan Alloh taolo barcha insonlarni shunga buyurgan va shuning uchun yaratgan. Zero Alloh Qur'onda insonlar va jinlarni faqat menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim deb marhamat qilgan. Ibodat qilish deganda yagona deb e'tiqod qilish nazarda tutilgan. Alloh buyurgan eng buyuk narsa tavhiddir. Tavhid Alloh taoloni ibodatga loyiq yagona zot deb e'tiqod qilishdir. Alloh qaytargan eng ulkan narsa shirkdir. Shirk Allohdan boshqasiga ham ibodat qilishdir. Buning dalili Alloh taoloning ushbu so'zidir: Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar. Xuddi shunday Ibn Abbos roziyallohu anhu Alloh taoloning insonlar va jinlarni faqat menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim degan oyatidagi ibodat so'zini itoat deb tafsir qilgan. Allohning tavhidi bandani Allohga yaqinlashtiruvchi eng buyuk ibodatdir. Eng ulkan gunoh esa Allohga shirk keltirishdir. Shuning uchun payg'ambarlar amri ma'ruf va nahiy munkar qilganlarida ular buyurgan eng buyuk ibodat Allohning tavhidi bo'lgan va ular qaytargan eng ulkan gunoh Allohga shirk keltirish bo'lgan.